Ömer, Sümeyye, qani sizlar? Tayyor bo'ldinglarmi? Bolalarim, mangayli amdi. Men tayyor bo'ldim, dada. Menmi tayyor, dada? Aran bir kundam ag'anda balalarni bozor aylandirman deb charchab ketadigan bo'ldingiz-da. Men charchsam qarayt chaqliq, ammo ma'pulabek charchab ketadigan bo'ldi. Ajab ayol bo'ldingiz-ku. Nars keraklarni unutib qolmayli deb esimda borlarini qog'ozga yozib oldim, mana dadisi. Qo'lingizdagi nima xalta u? Tunugin eshib qolgan osh tomoq parchinalla. Yana burunqidaklar axlat sanduqiga otsizg'u deyman. Nurg'un kishi bir-birdan nonga zor yashayotgan tursa, har kuni buncha bola oshgan non tomoqlarni tashlab etsak, isrofchilik bo'lmaynimi? Hey. Yana nima unutib qolgandiman? Yana Nima tizimlik u? Uydan chiqqandan beri shuning bilan qoldingizmi? bir muncha narsalar unutilib qopti emasmi? Faqat to'timizga lozimliq narsalarning tizimligimi yoki butun mahaldagilarga kerak narsalarning tizimligimi? Har doim oladigan narsalar bu, dadisi. Nadikini? Buning jihlari keyin osimi bo'ladigan narsa keraklarning tizimligidir haqiqatan. Bugun lozim bo'lmasa, ata baribir lozim bo'ladi-ku. Biz olgan narsalarni tuzuk ishlatmay turibla otidi ekanmiz. Iliyvermayli, o'ylab beqing. Bugun olginni yemiz chiqdi deb atisi yana oladigan ishmi? Bundaq isrofchilik qilsak bo'lamda. To'liq qaqshimisingiz-chu, avval bozorga bir borayli. Ortiq chiqim qilmayli deyman shu. Bundaq qilsak isrofchilik bo'lib qoladi. Sizmi o'ylab beqing, shundaq emasmi? Mana, isrofchilik bo'lmay nima bu? Bizga bu osh tomoqlarni rizq qilib bergan Allohga ming shukri. Mushundaq yaxshi kunlarni ato qilganiga ming shukri. Ala buni, Ömer. To'yib ketdim bo'ldi, yemayman. Senchi Sümeyye? Menmi yemayman? Bekli to'yib ketdim. Bo'ldi, zo'rlamang. Ularni o'ltiray demsiz. Payg'ambar alayhissalom Sallallohu alayhi va sallam. Mundaq degan, odam bolasining qo'sig'idanmi yomonroq to'shqizdigan qochi yo'q. Odam bolasiga hayotini saqlayolgudek bir qancha luqma kifoya qiladi. Agar ko'proq yemisi bo'lmaydigan bo'lib qolsa, qo'saqning 3/1 taom yesin, 3/1 suv ichsin, qolgan 3/1 nafaslanishi uchun bosh qo'ysin degan. Alloh taolo, yanglar, ichinglar isrof qilmanglar. Alloh haqiqatan isrof qilguvchilarni do'st tutmaydi degan. Shuncha pulga olgan tursak, yemay tashlab qo'yaylimi amisa? Kim sizga jiq ilib olsin dedi. Dedim-ku, Alloh taolo isrof qilguvchilarni do'st tutmaydi deb. Isrofxo'r bandini Alloh yaxshi ko'rmaydi. Tamoqni jiqroq buyurtqunim isrof bo'ldimi amdi? Ha? Men sizga desam, siz bugun 2 qitim isrofxo'rlik qildingiz. 4 aylanga 10 kishilik tamoq buyurtish bir isrofchilik. Eshib qolganni bu yerga tashlab etish yana bir isrofchilik. Buzib chashdingiz demoqchimisiz siz? O'zingiz deb beqinga. Bu buzib chashqanlik bo'lmay, zodi nima amasa? Alloh taolo hargiz buzib chashma. Buzib chashquchilar haqiqatan shaytonlarning qarindoshlaridir. Shayton Rabbiga to'limi kufroniy ne'mat qilgan edi davassa. Isrof qilganlar shaytonning qarindoshlari-mi? Ya'ni shaytonning buzib chetishdiki, isrof va xiyonatdagi agash kuchlari va do'st yorallari hisoblanadi. Shaytonning qarindishi degan shaytonning dal o'zi. Buningdilmi qo'rqinchli o'xshatish bo'lmas. Alloh taolo buzib chechib isrof qilguvchilarni nimishqa shaytonga o'xshatadi? Chunki buzib chashquchilar isrof qilishda shaytondek harakat qiladi. Oxiratda shayton bilan birga hashr qilinadi. Isrofxo'rlar do'zaxga kiramdi. Allohning ne'matlariga tuzkurlik qilib, kufroniy ne'mat qilganligi uchun, pul-mollarini Alloh taologa itoat qilishda sarf qilmaganligi uchun albatta azobga duchor bo'ladi. Tavba qilib, Alloh taolo tavbasini qabul qilganlar buning sirtida. Ey Allah, bizni kechirgin, shaytondan panoh bergin, bizni shayton bilan billa hashr qilmagin. Alloh taolo iqtisodchilik bilan xarajat qilishga buyurib, buzib chechishdan to'sqan, pul-molni toat ibodatlarga sarf qilishni ta'kidlagan.
Lekin Allah Taala bexil, pixsiq bo'lib qanma degan ma'nida qo'lingni bo'yningga bog'lab elib, bexillik qilmag'in degan tursa, dadisi. Siz oyatning 5-ni o'qidingiz va holanki kayindila qo'lingni to'limi echib etib isrof qilmagan. Unda qisang pulsiz qilib malomatga, pushaymonga qolasan degan jumlami bor? Shundaqmi? To'g'ri. Qo'lini echib etish, buzib chechib isrof qilish deganlikdir. Qo'lni bo'yniga ilib olish, ya'ni bexillik qilish bilan qarama-qarshi ish qilishni ko'rsatadi. Pushaymon malomatga qoladi deganning ma'nosi nima? Pul milini qo'ldan chiqarib qo'ygani uchun malomatga uchraydi. Buzib chechqiniga pushaymon qiladi degan gapchi amsa. Alloh taolo bizni haj xarajatda iqtisodchan bo'lishga, buzib chashmaslikqa buyurgan qizim. Iqtisodchanlik har bir mu'min kishining belgisi. Alloh taolo yana bexillikni ayblagan-ku? Shundaq bu to'g'rida Alloh taolo mundaq degan. Ular xarajat qilganda isrofchilikmi qilmaydi, bexillikmi qilmaydi. Ikkisining orasida xarajat qiladi. Bexillik qilmaydi degan isrof qilmay xarajat qiladi deganlik-ku. Bu oyat bizga musulmon kishining iqtisodchanlikdan iborat bir sifatini bayon qilib bergan. Xarajatda o'tirhol yo'l tutish yaxshi xislatdir. Biz mushundaq yo'l tutishimiz kerak. Pekir, miskinlarga ko'p sadiqa qilibsimu, buzib chechib, isrof qilganlik bo'lamdi, dada? Pul-mollar Alloh yo'lida emas, boshqa ishlarga sarf qilinsa isrof bo'ladi balam. Alloh yo'liga sarf qilmagan kishi bexil, pixsiq hisoblanadi. Alloh yo'lidan boshqa yo'llarda pul milini buzib chechish qat'iy harom balam. Buni bilishinglar kerak. Undaqda nurg'un ishlarimiz isrofchilikqa kirdi ekan-ku. Yemak ichmakdagi isrofchilik, kiyim-kechakdagi isrofchilik, uningdan boshqa sababsiz, o'rinsiz isrofchiliklar. Shundaq, bularning hammasining hisobini beramiz. Payg'ambarimiz mundaq degan: Qiyomat kuni Alloh taolaning dargohida bandining qadami joyidan midirlamay turib, uni umrni qanday ishlarga sarf qilganligi, o'rgangan bilimini nimalarga ishlatganligi, uning iqtisodini qayerdan tepib, nimalarga sarf qilganligi va uning o'z hujudini qanday ishlarda ufratganligidan savol so'roq qilinadi. Yana boshqa hadislarmi bormi, dada? Payg'ambarimiz yana Sallallohu alayhi va sallam. cho'ngchilik qilmasdan yeb ichinglar, sadiqa qilinglar, kiyinib yosininglar degan. Cho'ngchilik qilmaslik degan alkavurlik qilmaslik, ko'z qilmaslik deganlik bo'ladi bolalar. Pul mol xarajat qilishda qanday hukmlar bor, dada? Bu haqda islomda bo'lsa, birinchidan pul molni yomon yo'llarga xajlash qat'iy harom bo'ladi deyilgan. Buni har vaqt esinglarda tutinglar bolalar. Ikkinchidan, iqtisodni zakat sadiqaga o'xshash shariat ko'rsatgan yaxshi yo'llarda ishlatish dinimizning talabi. Uchinchidan, aslida o'zining iqtisodiy ahvoliga qarab turib, normal xarajat qilish isrofchilikka kirmaydi deyilgan. Bunimi esinglarda ching tutinglar bolalarim. Biror xiyim xatarning oldini olish uchun chiqim qilishmi isrofchilikka kirmaydi. Isrofchilikning turlari intayin ko'p. Masalan, iqtisoddan foydalanmay tashlab qo'yishmi bir isrofchilik. Osh taomni buzilg'icha yemay, ichmay yoki boshqalarga bermay tashlab qo'yishmi bir isrofchilik. To'yib ketguchi yeyishmi bir isrofchilik. Luqman Hakim o'g'liga har vaqt bundaq nasihat qilgan. Ay o'g'lim, qo'rsoq to'q holatda tomoq yema. Uni ishqi bagining to'q qo'rsoq yeginingdanmi yaxshiroq. Angladingmi, ana? Anam ularning isrofchilik ekanligini bilmay qipsag'an. Angladim balam, angladim. Qilganlarimga bek pushaymon qilyapman. Alloh taolo qilsagan isrofxo'rligimning gunohini kechirgay, tavbamni qabul qilgay. Inshaalloh. Esingizda ching tuting. Nimani deysiz? Alloh g'azab qilgan shaytonning do'stlaridan bo'lib qolmaslik uchun buningdan keyin o'zimizga lozimli narsalarni setib olaylik. Har ishda iqtisodchil bo'lishga tirishaylik. Esimda ching tutaman. Buningdan keyin iqtisodchan bo'laman. Isrof qilmaslikqa, buzib chashmaslikqa va'da beraman, dadisi. Sizga Alloh rahmat qilsin, onasi. Ba ba ba